YouTube, Facebook uzra bo'lib qolmagin man tur o'rningdan qadam bos yur turil uyg'on yugur badan tarbiya bu qoni foydadir qarmog'ining ilmog'iga ilmoqda ulmug'on bir barmog'ingdan tirnog'ingni tilganday xuddi ombir internet bu fohisha oshiq qilar o'ziga mushtoq bo'lgan ko'zingga ishqalaydi qalampir ijtimoiy tarmoqlar kasallikdir o'rtoqlar zarari bo'lsa borkim afzalligi hech yo'qdir ijtimoiy tarmoqlar bu ixtiyoriy qamoqdir muttalo bo'lgan o'lar tubsircharlik so'qmoqdir ijtimoiy tarmoqlar kasallikdir o'rtoqlar u shunday bir dardkim aning tabibi yo'qdir internetda o'tirganlar aslida ko'r so'qoqdir kommentlarda hayotida qo'rqoqdir miyangga tushmasdan qurt YouTube, Facebook uzra bo'lib qolmagin man tur o'rningdan qadam internet Qon yaxshilar, qachongacha nolib yuramiz, jigarlar, bosamiz bitta maza qilib o'ynaylik. Bu bolalarni kim taniydi? Hey! Like bosamiz, yosh talantlarga like bosamiz, jigarlar. Yur aylanib badrga kelamiz birga bosamiz semizlikka qarshimiz jigarlar kayfiyat ko'taramiz ishdan tashqari faqat bale haqiqiy talantli bu bolalar bor-ku. Oy! Bosamiz jigarlar, ko'tarilsin o'zimizniki ko'tarilsin. Oho! Bale! Qon negativlar mana shunaqa tepada qo'yib qo'yaman. O'zingniki kessa o'zakdan deb Xurshid Rasulov to'g'ri aytgan ekan. Nima qildim aka sizga men? Nima qildim? Gapiring aka. Oltinko'lda nomidan uzr so'rash sizga emas. Meni kim qo'llayotganini bilmaysiz aka siz. Aka, sog'lom hayotga targ'ib qilyapman. Men nima qilyapman? Bo'sh paytimda yuguryapman. Yuguringlar deyapman bo'sh paytda. Yuguryapsiz-kan. Yotish yo'q bizda. Ishdan tashqari yugurish bor aka. Aqlingiz yetsa manzil yozib qo'yilgan aka, keling. Keling aka. Shu telefonni qo'lga ushlaysiz. Menga o'xshab joningiz boricha yugurasiz aka. Shu ichaylaringiz og'zingizdan chiqquncha yugurtiraman aka. O yozish oson, negativ yozmang. Bu hammaga tegishli. Bosamiz O'zbekiston. Semizlikka qarshimiz, hammamiz birimiz O'zbekiston. O'zbekiston. Ana qatirig'ida xudo xolasa gol jigarimiz yutadi. Albatta ishonamiz, hammamiz birimiz. Bosamiz, qo'llab-quvvatlaymiz golni. O goldan manaqa mebel sotyapti ekan, gol mana. Mebel keldi deyapti. Bosinglar, golga tashab qo'yinglar. Bo'ldi, mana shunaqa sotib yuravering, jigarsiz kurashni o'rganib olmaysiz. Kurashni yillab o'rganish kerak. Bosing, tashab qo'ying, kulashgada urishing, bo'lmasa urishmay qo'yavering. Bo'ptimi jigar? Siz kurashni o'rganib olmaysiz 100 yilda ham. Bosing. Voy, Instagram, assalomu alaykum. Negativ dadasi mana shu o'zimning atrofimda ekan, nimaga deb. Kecha kitob o'qib qarasam, akalar, opalar, biz atrofimizda hech kim internet orqali ish qilmaydi ekanda. Kecha qo'shni mahallada bitta bola keldi. Sizlarda ham negativ bormi desam, yo'q dedi. Nimaga desam, biz hammamiz internet orqali ish qilamiz dedi. Iltimos 1-2 yil vaqt o'tsin u. Bizda ham через internet ish qiladigan odamlar ko'paysa, bo'lmasa meni xonaga jo'natib yuboradi. Bosamiz negativlar, hammasi o'zimning mahallamdan. Yugurishga kim qarshilik qiladi? Semizlikka qarshimiz O'zbekiston birmi? O'sha mashhur it bechora och qolibdi, yana biron narsani olaman deb kelyapti. Itlarga ko'p like bosishadi-yu, bosinglarchi, nechta muxlisi bor ekan itni. Uyg'on O'zbekiston, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Men ismim Rustam Ali, yoshim 30 da, Andijonda Oltinko'lda kichkinagina butkachada sartaroshlik bilan shug'ullanaman 12 yildan beri akalar. Bitta narsani niyat qildim, bugun 9-fevral 2026-yil. Akalar, mana sartaroshxonani butun dunyodan
boy odamlar keladigan sartaroshxona qilmoqchiman. Bunda ozginagina yordaminglar kerak bo'ladi. Semizlikka qarshimiz, bo'sh paytda yuguramiz va o'zimizni biznesni butun dunyoga ko'rsatishga harakat qilamiz akalar. Butun dunyodan boy insonlar kelib, yillab o'chirib turib, mana shu yerda soch ogizadigan joy qilishimiz kerak. Bunda ozgina sizlarni padeshkalar kerak jigarlar. Xudo xolasa like, podpiska bosib, obunachini zo'r qilsam, butun dunyo ko'radi va mashaga kelib 1 yilda, 2 yilda, 3 yilda hattoki o'chirib tegadigan sartaroshxona qilmoqchiman. 12 yildan beri xalq sharoitiga qarab arzon bo'lsa ham soch olishga harakat qildik. Buni bu yog'i silish kim qimmat bo'ladi va boy insonlar keladi. Shunaqa niyat qildim. Dunyoda bitta bo'lmoqchiman. Bunga ozgina sizlarni hisslar qo'shilib qolish kerak akalar, opalar. Bitta like, bitta podpiska bosasizlar, xudo xolasa boy bo'lib ehsonlar qiladigan darajalarga yetaylik. Bosamiz, hammamiz birmiz. Kayfiyatni ko'taramiz. Jayron, hammamiz birmiz jigarlar. Bitta padeshka qo'ringlar. Semizlikka qarshimiz. Qorinni yo'qotamiz, qorinni. Bosamiz O'zbekiston. Charchamayapsizmi? Bo'lyaptimi ishlaringiz? Kommentda faol bo'lganingiz uchun 100 ming so'm xudo xolasa atab qo'yganim bor ukajon. Bitta kartani aytib o'rasizmi? Karta raqam keyinchalik ismingiz qilib yozsam bo'lmaydi? Yo'q, hozir qilishingiz kerak. Bitta qilmasak bo'lmaydi. Tezroq nima qiling, bo'lmasa paynetmi, gazmi, svetmi farqi yo'q. Qashqadaryodanmi? Qashqadaryo, gap so'z yo'q ukajon. Yozing akajon. Nima chiqadisan? Dilshoda. Shunday. Xo'p. 100 ming so'm ketdi ukajon. Aha, akajon. Rahmat sizga. Padeskada bo'lasiz, yugurasiz, bo'ldi. Bitta iltimos yugurish tren qilamiz. Boshqa hech qanaqa niyatimiz yo'q. To'lka yaxshilik. Bo'ldi akajon. Gap so'z yo'q. Xo'p, rozi bo'lasiz. Buyur O'zbekiston semizlikka qarshimiz. Mana bu dangasi sport bilan shug'ullansizmi? Turing o'rningizdan. Tez yuguring. Bo'linglar tez. Mana qara, telefon o'ynab yotavermaysan, harakatlanish kerak. Shunda qorin savobdi bo'ldi. Bosamiz O'zbekiston semizlikka qarshimiz, harakatlanamiz. Oddiy odamlar ham yugursa bo'laveradi ishdan tashqari. To'ydamiz Andijon bo'yicha nomerali karnasini istamali shou-men xizmatchilarda. Akalar, ularni ko'paytiramiz, bekarchilik emas. Darmiyatlikni targ'ib qilmaylar, harakat qilinglar, bu bo'yicha pul. Bosing, tez yuguringlar. Yosh bola. Tez, bo'ling, tez. Bashimni yugurishinglar. Bo'linglar tez. Tez. Sal qoninglar qaynasin, erkakka o'xshaylar, bosinglar. O'qisasizlar. Bosamiz. Xizmatdamiz akalar. O'zbekistonimiz birimiz bo'lsin.